diqqat qilamiz. Bugungi ekranlarda ko'rinish, dizayn, stil, tejamkorlik va eng asosiysi ixchamlikni o'zida jamlagan GLC 300 Coupe. Do'stlar, ushbu mashinamiz noodatiy tarzda orqa tomondan ko'rinishdan boshladik videomizni. Xo'p, nimaga? Chunki mashinamiz kupe variant hisoblanadi. Kupeda boshqa SUVlardan farqi shundaki, ko'rib turganlarda orqa dizayn, orqa kapotlar ochilishi o'zgacha chiroy beradi. Shuning uchun mashinamizni orqa tomondan ko'rsatishni boshladik va menimcha oldidan ko'ra kupe mashinalarimizni orqa dizayn juda chiroyli ishlangan. Aytib o'tirgandek, bagajliklar ochilishi, orqa kameralarimiz ochilishiga bir e'tibor berasizlar. Bu yerda GLC 300 hamda formati yozuvlarini ko'rasizlar. Do'stlar, albatta aytib o'tirgandek, faralarga bitta e'tibor berasizlar. Juda chiroyli, tunda ayniqsa mashina juda zo'r turadi va ikkita ko'rib turgandek glushitellar bilan jihozlangan nikel detallari bilan va orqa bagajlikni bitta ko'rsatamiz do'stlar. Hop, kameralar juda ochilib yopishlari juda chiroyli. Ko'rib turganlaringizdek do'stlar, shtorkalari bor albatta va bu yerga bemalol o'zbekchilikdagi mayda juda bozorlik 2 qop, 3 qop un bemalol sig'adi. Xo'p, sidinalarimizni ligirovkalarini ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ochiqcha narsasi boshqa yo'q. Xo'p, va pastda yana ko'rib turganingizdek do'stlar, juda kattagina joy bor. Ancha-muncha narsa sig'ib ketadigan joylar bor bu ustidan tashqari. Shuning uchun aytaman, kupe mashinalar SUVlardan ko'ra ancha qulay, joylarning hisobiga ancha yaxshi hisoblanadi. Xo'p, tashqari ko'rinishidan boshlab davom etamiz. 20 razmer diskalari bilan do'stlar, ko'rib turganlaridek AMG Mercedes supportlari bilan juda chiroyli dizaynda ishlangan va o'zgacha dizayn bilan paroglarni ko'rishimiz mumkin. Zavodskoy mashinamizda mana bokovoylar 360 kamera va mashinamizda va nihoyat oldi ko'rinishi do'stlar. Oldi ko'rinishida albatta birinchi radiator reshotkasiga e'tibor beramiz. Mercedes tamg'asi hisoblangan yulduzchalik logolar oldi dizaynni bezab turibdi va faralarimiz ichki qismiga e'tibor berasizlar do'stlar. Ko'k liniyalari bilan digital light aqlli faralari, qoshlari ayniqsa juda chiroyli turadi do'stlar. Haqiqatda aytib o'tirgandek so'z boshida komfort, ko'rinish, dizayn hamma narsa mashinamizda mujassam. Do'stlar, ichki salonga o'tdik. Do'stlar, avtomobilimizning orqa saloniga marhamat. Eshik afishkalarimizdan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganidek sifatli charm detallari bilan materiallari juda chiroyli ishlangan. Tunda ayniqsa mana podsvetkalarimiz ruchkalarning orqasiga qo'yilgan, juda chiroyli turadi. Zadniy обогрев ko'rishimiz mumkin va burmestr akustika va toza plastiklardan ishlangan. Ruchkalarimizda nikel detallar. Xo'p, orqa salonga marhamat. Do'stlar, ushbu avtomobilimizning orqa qismiga birinchi bo'lib men o'tirgan bo'lsam kerak. Xo'p, ko'rib turganlaridek avtomobilimizda ortiqcha bejirimlik, ortiqcha hashamat yo'q, lekin eng asosiysi aytib o'tilgandek ixchamlik, komfort o'zida jamlagan. Ko'rib turganlarda orqa qismida ikkita podstakanlik podlokotniklari bilan ikkita odam bemalol gaplashib o'tirib ketsa bo'ladi va ko'rib turganlaridek mijozimizni talabiga binoan mashina oq salon tanlangan va deflektorlari va yuqori qismida ko'rib turganlaridek qora patologlar va chiroqlar bilan jihozlangan do'stlar. Mashinamiz oldi qismiga ketdik. Do'stlar, avtomobilimizni oldi salonni yurgan holatda obzor qilamiz. Birinchi navbatda biz juda chiroyli rul kutib oladi. Ko'rib turganingizdek Mercedes logolari bilan sportivniy ko'rinishdagi ixcham. Albatta oldida 3 ta deflektor va ikki tomonda yonboshda bittadan ikkita deflektor juda chiroyli. Ayniqsa tunda deflektor ichidagi podsvetkalar juda chiroyli chiqadi va torpedkamizda kattagina head-up display, terilik torpedka va pastda Maybach strochkalariga o'xshash liniyalar bilan yog'och elementlardan juda chiroyli ishlangan va kattagina sensorli monitor do'stlar. 360 kameramiz ishlab turibdi. Xohlagan nastroykalar shuning ichidan boshqarsa bo'ladi. Va bu yerda konsolimizda juda chiroyli sifatli materiallar do'stlar, ikkita podstakanlik, беспроводной zaryadka, hamma jihozlar bor va albatta panorama lyuklari bilan do'stlar. Mashinamizni bitta oyog'ini ko'ramiz endi.
Mercedes avtomobillarining dvigateligacha Mercedes logolari tushirishga qoyil qolaman. Do'stlar, avtomobil 2 kub benzin, 258 ta ot kuchi. Hozirgi kunda O'zbekistonga polniy podключ 105 ming atrofiga to'g'ri keladi. Yeshka sedanlarning o'rniga crossover kupe minaman degan odamlar aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan HM Group sog' bo'linglar.